Siz bayramni qayerda kutib olmoqchisiz? Bugun Toshkent avtovokzalida shu savol bilan odamlarning fikrlari bilan qiziqamiz. Ketdik. Mana yaqinda Qo'shaloq bayram, Hayit bayrami va Navro'z bayramlari. Shu bayramni siz qayerda nishonlamoqchisiz? Albatta ona yurtimizda, Navoiy viloyati Xattash tumanida Langar degan tog'lari bor. Dam olishga o'ylab, mayofka qilib, nasib bo'lsa Hayit bayramini o'tkazamiz namozdan keyin. Xudo xolasa, o'zimizning uyga ketyapmiz hozir Hayitga. Shu Hayitni uyda nishonlab kelamiz. Endi o'qishimiz boshlansa, o'qishda kursdoshlar bilan birgalikda albatta. Endi Alloh nasib etsa Qozog'istonda nishonlaymiz. Xudo xolasa, bu Navro'z bayramini ham, Hayit bayramini ham nasib qilsa, Xudo xolasa. Bayram kunlari nevaralar davrasida, nevaralarni olib chiqib o'ynatib, niyatlarimiz shu. Qarshiga boryapmiz aka. Oila davrasida mehmonga boraman. Bo'mlakiga boramiz. Mehmonga borasiz. Yaqinlarni ko'rgani borasiz. Qarindoshlar bilan yig'ilib, anchadan beri ko'rishmaganmiz. Hayit kuni ishdamiz, ish joyimizda bo'lamiz, xudo xolasa. Navro'z kuni yosh ulug'larni ko'rishga, bemorlarimiz bor, bemorlarimizni ko'rishga boramiz. Men xudo xolasa shu bayramni oila davrasida nishonlab, keyin bayramda shu oila a'zolarimizni Samarqand yoki Buxoroga aylantirishga rejalashtiramiz. Shu bayram kunlari endi Qo'shaloq bayram endi bizni shu xalq xizmatida xalq xizmatini qilamiz. Shu bayram eson-omon o'tkazib olsa o'sha bizga bayramdir. Ishdan bo'sh vaqtda oila bilan nishonlash niyatdamiz. Ko'ngilochar joylarga borib aylanib kelamiz. Samarqandga borib kelmoqchimiz. Qizingizmi? Xudo xolasa oila davrasida Samarqandga bormoqchisizlar. Bayram kunlari oilamda o'sha kafelarga, ovqatlanishga borish niyatim bor. Avvalambor assalomu alaykum. Bizga bayram kuni Xudo xolasa avtobuschilar xalq xizmatidamiz. Odamlarni yaqinni uzog'ini yaqin qilamiz. Bayram kunlari har doim ishdamiz. Sizcha, hurmatli kuzatuvchilar, bayramni qayerda nishonlashni reja qilyapsiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.